Eski muqami Harlaq Junqa madaniyat xazinesidagi bebaho guhar. Emgeşcan, icatcan Uyghur halkının aql tarosatining gapi. Uyghur hayotinin hamma taraflarini musiqa tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyghur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, orq ko'rinishi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'pligan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan dastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu qitim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dastonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Ol cehettin barkeveti ister mini mehsen bırak ya Beşemanlar Alkin yar alleder Sen durur yakşı yaman Belkim yaman Belkim yaman yaşarak Sehyanın ferzin kebir Hecler makam etmiş lisan Rastırevle ersedi gelsinler
tekrar. Tezahür yan dağ emek cismin dur yüz işkidir kim bu kevkeplerdi bunu ol koyuştum ihtiras bu iraklıktın yakındır ol bilmez yarini istiban dayın bulursun ne yakınlıktın men yakilliftin yirak mehcebi ellerdin tiyendisi nitan eyti Aykim amin batinim kürten karadır ger körünür ger körünür zahir köbical ahangi tüzme yar ile bulvar çevak ey nevai ger ecem bulsun makamın ger Irak o ya derdi bulsun makamın ger Irak